FM loyihasini davom ettiramiz. Studiyamiz mehmoni oliy toifali 20 yillik tajribaga ega shifokor Xushnudbek aka Ahmedov. Biz bilan ekanligingizdan, savollarimizga javob berishdan erinmayotganligingizdan rahmat sizga Xushnudbek aka. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Bu juda ham ko'p tinglovchilarimizni qiziqtirayotgan savol. Mashhur burun uchun spreyni yozgan holda yozyaptilar. Doimiy foydalanib yuraman. Foyda beradimi deb yozibdilar. Zokir akadan kelgan savol. Burun spreylari foyda beradimi? Burun spreylar qaysi turi endi shunga bog'liqda. Burun ochuvchi spreymi? Burun ochuvchi sprey yozganlar. Rinaxil, naftazillarni ko'zda tutgan bo'lsalar kerak. Qarang, bu Rinaxil, naftazillar bu vaqtinchalik berishi kerak bo'lgan burun sprey hisoblanadi. Bular vazifasi vaqtinchaligi uzog'i bilan 7 kun. 5-7 kun deymiz. Burun shilliq qavatini, qon tomirlarini qisqartirib beradi. Shu simptomatik vaqtincha nafas olish yo'lga qo'yadi. Agar uni biz haddan tashqari ko'p ishlatadigan bo'lsak, bu yerda qon tomirlar yanada qisqarib qolib, erta burun qurishi va yurakga o'z ta'sirini o'tkazadi va medikamentozniy rinit deydi. O'sha dorini o'zidan rinit kelib chiqishi mumkin. Va u qaramlikni chaqiradi. Usiz yura olmaydi. Ham psixologik tomondan ham o'zi o'shani sepsam yaxshi bo'laman dedi va qaramlik chaqiriladi, undan chiqish juda ham qiyin bo'ladi keyin. Homiladorlikning oxirgi oylarida ham rinit bo'ladi, kuzatiladi va unda ham ko'pchilik ayollar Rinaxilga o'xshash spreylardan foydalanishadi va bilishimcha bu tug'ruq jarayonida qon bosimini oshirib ham yuborar ekan, shundaymi? Albatta, juda ham zararlari ko'p. Har bitta narsani me'yori bo'lgani kabi, uni ham 5-7 kundan oshirmaslikni tavsiya beramiz. Homiladorlikda gormonlar o'zgarishi hisobiga homiladorlik riniti degan kasallik bo'ladi. Bunda ham o'sha lor shifokori yoki allergolog shifokori birgalikda o'sha ko'rib, bu yerda Rinaxillar emas, balkim davoluvchi spreylar ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi.